Videodagi bu 30 necha ming qop tamaka qanday qilib daraxt bo'lib paydo bo'lib qolgan? Acaba daraxt tamak chekamdi? Amaliyotda bu bir qitimliq atkazchilarning yelimikli xolos. Chaq bilan atkazchilik qilishdan pochta kaptir bilan atkazchilik qilishgacha bugun sinchaq sizga eng qiziqarli atkazchilik usulidan 4 ni so'zlab berdim. Daraxt qo'li atkazchiligi. 2015-yil Rossiya tamojnasi tekshirish orqali bir g'alit atkazchilik delosini bayqadi. Ular 55 tal g'oyat zo'r daraxt qo'ldan 30 ming qop tamakini tutib oldi. Ig'ilinishicha bu daraxt qo'llari poyezd orqali Rossiyaga yetib kelgan bo'lib, daraxt qo'llar orqali bu xil tamakini atkaz qilgan kishilar intayin aqlli ekan. Ular daraxt qo'lning ichini ko'lib o'tib, tamakini daraxt qo'liga silib qo'ygan. Hamda daraxt qo'lning ichki uchini qaytadan itib o'tgan. Garchi bu zahar atkazchilari intayin aqlli bo'lsa-mu, ammo yanada tamojni tekshirishdan qochib qutulmagan. Ham bu tamakilar musodiq qilingan. Yolg'on odam atkazchilik. Uganda chegara mudofaa qismi 2016-yil kishining ishongus kelmaydigan bir atkazchilik delosini uchratdi. Ular buvoq yutib olgan bir onaning davlat chegarasidan chiqib ketishga urinayotganligini bayqagan. Chunki onaning buvoqni yutib yurganligi badan shakli baxalit bo'lg'achqa, ular buvoqni tekshirgan. Tekshirish orqali bayqashicha, aslida bu ayolning yutib olgani hargizm buvoq emas, balki buvoqning kiyimiga o'rin olgan cheklangan grim buyumlar ekan. U ayolning bunday qilishining sababi chunki u chegirdik tekshiruvchilarning ko'p qism ahvolda faqat yiroqdili ko'zitib qo'yilganligini, nihoyat az yiqilishadiganligini bayqagan. Shunga u mushunda qap yuraklik bilan atkaz mollarni olib o'tishga jur'at qilgan. Kaptar atkazchilik. Xususiy pochta kaptiri 12-asrda uzun yo'lliq buyumlarni yetkazish qo'ral qilib ishlatilgan. Biroq vaqtning taraqqiy qilishiga ergishib, pochta kaptiri orqali buyumlarni yetkazgan odamlar asosan yo'q deyarlik bo'ldi. Hozir kishilar texnik ko'p tez yo'llanma shirkatlarini tanlaydi. Lekin 2015-yil Kuvayt soqchilari Iroqdan uchib kelgan bir pochta kaptirini qo'lga oldi. Hamda pochta kaptiridan 200 dan ortiq bosh chayqash ko'milchini qo'lga tushirdi. Soqchi taraf atkazchining kaptarini tanlaganligiga mundaq qiyos qildi. Chunki kaptar to'xtamay 100 kilometr ucha oladi. Hamda badaniga o'z eg'irligining taxminan 10%chilik keladigan buyumni ilib yura oladi. Texnik muhimi pochta kaptirining soqchilar tarafidan bayqilib qilish ehtimolligi nihoyat tuban. Balon atkazchilik. Agar eng qimmatli buyumlaringizni mashinaga yoshirib qo'y desa, qayer qo'yishni tanlaysiz? O'rindiqning ostig'imi yoki put silinchining ostig'imi? Ispaniyadan kelgan bir o'zining barliq pullarini balonga yoshirdi. U chaqda u intayin bexatar, boshqalar tarafidan bayqilib qolmaydi deb qaradi. Lekin bu avtomobil chegaradan o'tganda rasmiyat qatorliq sabablar tufaylidan soqchilar tarafidan tutib qilingan. Buning o'xshash voqea Amerikada yuz bergan. Soqchi taraf ilgari bir avtomobil balonidan 24 buloq sulyo qog'ozga o'ralgan pulni bayqagan. Haqiqatan kishilar bojdan qochish uchun har qanday amalni o'ylab chiqadi. Sinchaqning videosini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, yo'ltuz belgisi bosib qo'yishni ham bosib qo'shilishni unutmang. Keyingi mazmun texnik sarxil.